Baş xi. O'tira xi. Ulanma xi. Yalğız xi. Buğamın xarcınıdan xarlı çıktı, xarızın yançıqığı asta tıqdı. Aşxanada aş eter, apam bilen hedemler. Yalap yürer tilini, qorsqa aç beğemler. Çakatalabıq çıkadı asta asta, tüyün oğru qocuvaldı toydurmayla. Gör. Şamallar uçtu. Dərəx şaxları ısılğa düşdü. Xat. Şax. Nahqa şanı qoysak naxşa buludu. Nax. Şa. Naxşa. Xiga mirni qoysak ximir buludu. Mir. Ximir. Xuşqa xuyni qoysak xushxuy buludu. Xush. Xushxuy. Temit. Hamid. Neman. Xaman. Tap. Tapti. Hamid Xaman tapti. Önkürdeki Eyiqcaq. Eyiqcaq ailesidagilar bilan birga bir tog' önkürde yaşaydı ekan. Bir kuni Eyiqcaqning dadasi Eyiqcaqqa: "Endi sen mi çoğup qaldың? Bu yil maktabga berimam. Ügüniş qiladigan ayrim hujran bo'lmasa bo'lmas. Şunu biz ormanlıqdan daraxt kesip gelip, kengri öy yasab, şu öyde turaylı." debdi. Bahar kelganda ular o'rmonliqqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar biqsirib chechaklangan ekan. Buni ko'rib, Eyiqcaqning daraxtlarni kesishga ko'zi qiymabdi. Yoz kepti. Ular yana o'rmonliqqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar bek baraqsan bo'lib ketgan ekan. Eyiqcaqning daraxtlarni kesishga faqatli ko'zi qiymabdi. Kuz kepti. Ular yana o'rmonliqqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar mevalar pishib ketgan ekan. Eyiqcaqning daraxtlarni kesishga zodili ko'zi qiymabdi. Qish kepti. Ular yana o'rmonliqqa beribdi. Bu chaqda daraxtda nurg'un qushlar changga tizgan ekan. Eyiqcaqning daraxtlarni kesishga yanali ko'zi qiymabdi. Oylar o'tibdi, yillar o'tibdi. Eyiqcaqning qiyin sharoit ko'nib qopdi. Eyiqcaqning dadasi Eyiqcaqning ko'nglidagini tushunib, davomli tog' önkürida yashab yeribdi. O'rmonliqdagi hayvonlar Eyiqcaqning ish izlaridan ta'sirlanib, ota bola ishga dasta yov gullarni taqdim qilishibdi va o'zaro yordam qilishadigan bo'libdi.